Shaldiramog' masjidiga qo'shni bo'laman degan insonlarga ikkinchi qavat ikkita xonaligimiz baravariga sotuvda. Shu masjid tarqasidagi domlarda bo'ladi. Mendeleyev 11-dom 35-36 kvartiralarda sotuvda. Birgalikda to'liq video ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatdagi ushbu ikkita uyimiz bo'ladi. O'ng tarafdan boshlasak, kirarkanmiz. O'ng tarafida o'zim shu holatdagi yuvinish xonasi. Prixoshkadan kelarkanmiz, kuxnasi shu ko'rinishda, romlari almashgan. Ikkinchi qavat lokatsiyasi Shaldiramog' masjidi yaqiniga to'g'ri keladi. Verandali hisoblanadi, ko'rishingiz mumkin. Buni oldida bo'lsa kattalar yotoqxonasi. Ikkinchi uyimiz kirib yashashga tayyor holatda. Ko'cha eshiklari almashgan, chap tomonda yuvinish xonasi. Narx-navolar ham bunaqa qimmat narxlarda emas. Ikkala uyimiz ham romlari almashgan, zal qismi shu holatda bo'ladi. Buni oldida bo'lsa kattalar yotoqxonasi. Har bitta uyimiz $30,500 sotuvda. Kimga ma'qul kelsa, pastda joy egalari raqamlari bilan beramiz. Kelib ko'rib baraka qilib olishingiz mumkin.